Assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel. In today's lesson you will learn how to use this, that, these, those to talk about objects near and far. İngliz tilini oson va ishonchli o'rganadigan kanalimizga qaytganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan Mr. Husniddin. Bugungi mavzumiz this, that, these, those. Shular haqida gaplashamiz. Videomizni darsimizni boshlashdan oldin sizlarga bir gapim bor. Iloji boricha atrofingizdagi har xil chalg'itadigan omillarni olib tashlang yoki tinch xonaga chiqishingizni so'rab qolaman. Unday bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Ekranni oldiga yaqinroq keling va diqqat bilan tinglang. This bu degani, bu deb tarjima qilinadi o'zbekchaga. Yaqindagi bitta narsani aytishda ishlatiladi. Yaqindagi birlikka ishlatiladi this. This is a pen. Bu ruchka, yaqinda turgan ruchkaga this is a pen. Bu ruchka. That u degani tarjimasi u, anavi degani uzoqdagi birlikka ishlatiladi. That is a tree. Anavi daraxt, uzoqda turgan daraxt ko'rsatib, anavi daraxt. This is a tree deyiladi. These bular, ya'ni yaqindagi ko'plikka nisbatan ishlatiladi. These are many books. Bular kitoblar, mening kitoblarim. These are my books. Bular mening kitoblarim. Those ular, ya'ni uzoqdagi ko'plikka nisbatan ishlatiladi. Those are your shoes. Ana ular sening oyoq kiyimlaring degan ma'noda, ular sening oyoq kiyimlaring degan ma'noda ishlatiladi. Endi esa this va that is bilan ishlatamiz. This va thatni these va those'ni are bilan. Xo'p, endi bizlar qoidasini, misol gaplarni tushunib oldik. Mavzuni yanada mustahkamlash uchun sizlar bilan interaktiv test ham o'tkazamiz. Videoni shu yoqda pauza qilib turinglar va sizlarga bitta gap aytaman. Bu gapni hamma aytadi. Bu gap hamma aytadigan gap. Videoga like bosinglar. Meni obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'yinglar va videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, ingliz tilini o'rganayotgan do'stingizga jo'natib qo'yinglar shu videoni. Endi esa sizlar bilan speaking qismiga o'tamiz. Mavzuni yanada chuqurroq o'rganishingiz uchun sizlar bilan dialog qilamiz. Ekranni oldiga yaxshilab o'rnashib oling va meni orqamdan shu narsalarni takrorlang. Unday bo'lsa boshlaylik. What is this? Bu nima? This is my watch. Bu mening soatim. And what is that? Va buchi, anavichi. That is a clock. U soat. Are these your keys? Bular sening kalitlaringmi? Yes, these are mine. Ha, bular meniki. And those va anavichi? No, those are not mine. Yo'q, u meniki emas degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, endi sizlarga topshiriq. Mana shuni har biringiz 5 martadan takrorlaysizlar va yanada mustahkam bo'lishi uchun sizlarga o'zingiz mana shunga o'xshagan alohida dialog tuzasizlar. Shunga qarab, endi esa sizlarga uyga vazifa writing qilish uchun uyda mana shu har bitta this, that, these, those har biriga ikkitadan gap tuzasizlar. Alohida o'zingiz mustaqil ikkitadan gap tuzib kommentariyaga yozasizlar. Men esa ularni tekshiraman. Sizlarning fikrlaringiz men uchun vobshe muhim. Shunday ekan, bugungi darsimizni tugatamiz. Ingliz tilini bugungi darsimizda shu mavzuni o'tdik. Ingliz tilini Mr. Husniddin bilan birga o'rganing. See you next time. Goodbye.